Benim mashinam 3-pakinada yurmaydi deb o'ylaysizmi? Damas bo'ladimi, Spark bo'ladimi, Cobalt bo'ladimi, farqi yo'q. Propan 3-pakinada yurg'izib beramiz. Faqatgina to'g'ri uстановка, mana shu gaz klapanlardan qo'ysiz. Bu qo'limdagi turgan narsa nima deysizmi? Aka, sodda misol qilib tushiraman. Balonda kelgan davleni birinchi bo'lib mana shuga keladi. Bu ruxsat bersagina keyin reduktorga o'tkazadi. Endi bundan ekonom qilaman deydigan bo'lsangiz, balonda ekonom qilaman deydiganimizda pul arzon chiqadi, lekin propanda hidi chiqib ketadi. Siz qachonki bulardan foydalansangiz, sizda aytganingiz qiladi. Ya'ni balonda kelgan davleni birinchi bunga keladi. Bu klapani ochib ruxsat bergandan keyin reduktorga o'tkazadi. Va reduktorda ham originalini qo'yish kerak. Ahamiyat berib qo'ying. Atiker eng zo'r Captivalarga ham qo'yadigan reduktorimiz. Originalini qanday bilib olaman deganimizda, rangi mat va rangi mat va mana shu tiniq yozilgan bo'ladi va prikladkasidan bilib olsangiz bo'ladi. Mana rezinkasi sodda misol qilib tushuntirganingizda. Atiker original xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va juda ham ko'pchilik ahamiyat bermaydigan qismi mana shu dudka qismi bo'ladi. Mana shuni zastonga o'tirgizgan vaqtda iloj bo'lsa original dakoga hermetikadan qilib, havo so'rmaydigan qilib qo'yadigan bo'lsa 100% propanda hidi chiqib ketmaydi. 3-pakinada ham. Shuncha qayta aytaman. Aka, siz obuna bo'ling. Biz ishlarimizni hammasini ko'rib chiqing. Hamma narsani men ichida narsasigacha aytib tashlaganmiz. Ya'ni 12 avtomobiliga ham, Kia Sonet avtomobiliga ham, Cobalt avtomobiliga ham barcha mashinalarga propanni, metanni qanday uстановка qilish kerak va nimalarga ahamiyat berish kerakligini to'liq ko'rsatganmiz. Agarda sizga ham xuddi shunday sifatli, ishonchli xizmat kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga kelishingiz mumkin.